ilojli musofirdagi akalarim, ukalarim, bola yosh yordam qilinglar. Mana shu kishini xo'jayinlari Hasan akamiz shu uy-joy, bola chaqa deb musofir yurtda ketuvdilar. Shu musofir yurtda vafot etib kelganlar. Opamiz holim og'ir, yordam bersin. Shu akalar, ukalar musofir. Avvalambor assalomu alaykum ahli O'zbekiston, aziz qishloqdoshlar, musofirda yurgan aka-ukalar, hamkasblar, traktorchilar, ekskavatorchilar, vodiylar, sog' salomatmisizlar? Ishlaringiz yaxshimi? Aka-ukalar, mana bugun video chiqaribdik. Mana shipirlarimiz bo'ldi. Mana Sanjar Eshonboyning brigadasi kelib shikaturkani qilyotibdi. Akalar, mana shu Guloyim opamizni o'zini kartalarini qo'yamman hozir. Imkonlaringiz boricha musofirda yurganlardan iltimos qilaman. İmkon boricha 100 rubl, 200 rubl, 500 rubldan shu opaga bir yordam qilinglar. Kam ishimiz qoldi. Mana hozir shikaturkani tugatib ketsa, patologimiz qoldi, отделка ishimiz qoldi, tashqarini stashkasi qoldi. Keyin baniyani remonti qoldi. İmkon boricha qishloqdoshlar, hammalaringizdan iltimos qilaman. 100% bo'ladigan bo'lsa, 100% bo'ladigan bo'lsa, 85% ishimiz bitdi. 15% ishimiz qoldi. Mana shu Guloyim opani o'zini kartasini qo'yaman, plastik kartasini musofirlar uchun o'zimiz Sberbank kartamni qo'yaman. Qo'llaringizdan kelguncha shu opamizga yordam qilinglar, iltimos qilaman. Shu opamiz ham sizlarni duo jonlaringizni qilsin. Bir boquvchisi yo'q, eri shu Moskvadan kelib nobud bo'lib ketgan. Bitta farzandi bor. Oli farzandi ham yosh. 2-sinfgami, 3-sinfga o'qiydi. İmkonlaringiz boricha, qo'llaringizdan kelguncha shu opamizga yordam qilinglar. Hammalaringizga katta rahmat. Alloh taolo rozi bo'lsin. Ehson qiladiganlardan, shu kungacha ehson qilganlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Rahmat sizlarga. Mana shu ikkinchi proyektimizga ham qishlog'imizdagi tadbirkor ukalarimiz, akalarimiz, qishloqdoshlarimiz, chetdan begonalar juda ko'p yordam qildinglar. Hammalaringizga katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Yetimni boshini silagan odam hech qachon xor bo'lmaydi. Payg'ambarimiz aytganlar-ku, Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytganlar, yetimlarning otasi manman degan. Yetimlarga qancha ehson qilsanglar, qancha yordam qilsanglar, Alloh taolo hammasini ko'rib turibdi. Ajrini erta olasizlar. Shuning uchun qo'llaringizdan kelguncha shu opamizga yordam qilinglar. 15% ishimiz qoldi. Xudo xolasa inshaalloh yuzimiz yorug' bo'lsin, chiroyli qilib uyni topshiraylik. Opamiz ham hozir telefon qildim, gaplashdim, xursand. Mana kecha kelib ustolar shipirlarni urib ketdi. Mana bugun Eshonboyning brigadasi kelib shikaturkani qilyotibdi dedi. Nasib bo'lsa, bugun erta 2 kunda shikaturkamiz tugay. Shikaturkani tugatib, mana Xudo xolasa keyin shu Qamash qishloqida Shuhrat akani brigadasi bor, отделчиклар. Shuhrat akaga aytganman. Shuhrat aka aytgan, nasib bo'lsa shikaturkani tugasa, qursa menga xabar qil. Mana shu brigadamiz bilan borib 5 ta 6 ta balla shular kelib отделкani boshlaydi. Patologda ham shularni o'zi qiladi, nasib bo'lsa. Shunga qishloqdoshlar, musofirda yurganlar, O'zbekistondan ko'rib turganlar, sizlardan iltimos, ozgina ishimiz qoldi. Bir qo'llab yuboringlar. Opani o'zini plastik kartasi qo'yiladi. İmkon boricha mana shu opaga yordam qilinglar. Shu Umidjon jiyanimizga yordam qilinglar. Nasib bo'lsa shu jiyanimiz ham bir katta yigit bo'lib, elga, xalqqa, yurtga foydasi tegadigan, bir diyonatli, sadoqatli, zo'r inson bo'lsin ilohim. Doim ishlaringizga omad, topganlaringizga Alloh taolo baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Katta rahmat. Opani o'zini kartasini qo'yamiz hozir. Rahmat hammalaringizga.
Mana hurmatli yurtdoshlar, aka-ukalar, shipirimiz ham bo'ldi. Mana suvog'ni boshladik. Yonasi ichkarida. Mana ichkarini suvog'ini boshladik. Yashasin ustalar. Mana endi bir yordam qilsanglar, yonasi bitkazib olamiz. Mana shipirimiz ham bo'ldi. Nasib suvog'imizni ham boshlayaverdik. Mana shipirimiz. Tandir xonani ham ko'rsatamiz. Bir yordam qilib, bir qo'llab-quvvatlasanglar, ichiga sal mablag'imiz yetmayapti. Mana shipirimiz bo'ldi. Bu tandir xonamiz. Mana o'shanga bitta yordam qilsanglar, aka-ukalar, iltimos. Shu ichkarida mana aboy qolin pardalariga bir hadisaga bitkari olamiz. Hammalaringizga katta rahmat. Kam bo'lmanglar. Faqat sal mablag'imiz tugadi. Shunga bir yordam qilib qo'llab-quvvatlanglar, aka-ukalar, iltimos. Yashaylar.